Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar va YouTube'imiz ishqibozlari, biznes boshlayman degan aka-ukalarimizga Gazablok biznesimiz. Hozir Andijon viloyati Izboskan tumani Maygir qishlog'iga o'rnatgan Xudo xolasa pol avtomat liniyamiz. Bu yoqda avtomat reskamiz, bu yoqdan qoliplarimiz. Bu yoqda mana loy tayyorlab berish uchun mikserlarimiz. Hozir mikserimizga suv quyish jarayoni o'tyapti, Xudo xolasa. Hozir quyilish jarayonlarini ham ko'rsatamiz. Stanoklarimiz holatlari. Bochkalari 2 tonnaliklar o'rnatgan. Mishalkalarimiz mana оборотлari qo'shildi. Qoliplarimiz yamalmagan holatda bog'langan xolos. Hozir mana quyish jarayoni boshlanadi. Endi sizlarga tushuntirib o'tadigan bo'lsak, har bitta dona qolipimizdan 12 dona 20, 30, 60 razmerdagi g'isht chiqadi. G'ishtlarimiz diagonallariga sifatiga xudo xolasa garantiyalar beramiz. Hozir mana sement qum tashlash jarayonlari bo'lyapti. O'zingizlar bemalol ko'rishinglar mumkin mana. Bunaqa qiyin ish emas, hozir yurgizilgandan keyin o'zi 5 daqiqa, 4 daqiqa ichida tayyor loy qorishmasi mana shu qolipimizga tushadi. Mümkün. Loylarımız tayyorlanyapti. Borishma bo'lib. Quyish jarayoni Rastorumuz ham o'sha ideal holatda. Sementlarimiz 120 kilo qo'shiladi. Mana kitobiy holatda 100 kilo, 80 kilo, 90 kilodan chiqarilmaydi, 120 kilodan chiqaramiz. Ishlarimiz sifatlari o'shanga xudo xolasa talabga javob beradigan holatda bo'ladi. Ko'rib turishinglar mumkin mana qoliplarimizdan. Oqqani yo'q. Quyilgan qolipimiz mana o'zini manziliga yetishyapti. G'ishimiz mana qolipimiz tayyor holatda bo'ldi. 3 daqiqa ham ketgani yo'q bitta qolipimizga xudo xolasa. Undan oldingi quyilgan qoliplarimiz o'zi ish jarayonida ko'rib turishinglar mumkin. Endi undan ham oldingi quyilgan qolipimiz mana tayyor holatda pastga ishib chiqib bo'lgan. Razmerlarini ham mana ko'ryapsiz. Qolipni unaqa darajada ko'tarilib ham ketmaydi. Razmerlarni to'shni beradi. Reskamiz xohlagan razmerga aralaysiz. Xohlasangiz 20, 30, 60, xohlasangiz 10, 30, 60. Xohlasangiz 12,5, 30, 60. Xohlasangiz 15, 30, 60 razmerdagi g'ishtlar chiqarishingiz mumkin. Endi bu yoqdan tayyor mahsulot, quyilgan mahsulot kelib, bu yerga kesilish jarayoniga keladi. Kesilish jarayonidan o'tib, bu liniyamizga o'tadi mana. Bu liniyamizga o'tgandan keyin bo'shatilgan g'ishtlarimiz tashqariga olib chiqib taxlab tashlanadi. Xudo xolasa mana tayyor bo'layotgan g'ishtlarimiz, sifatlari, kesilish jarayonlari mana g'ishtimiz. O'ta ideal holatda mana. Ko'rishinglar mumkin, burchaklari ham, qirralari ham o'ta ideal holatda. Bunimiz tayyor, yuklashga tayyor holatda turibdi. Endi bu yoqda mana kecha chiqqan g'ishtlarimiz qurish jarayonida bo'lyapti. Ko'rishinglar mumkin, o'zining ispaleniyasi bilan quriydi. Bularimiz ham
Bu g'ishtlarga o'xshab sotuvga tayyor holatda bo'ladi. Buni ham xudo bugun yuklab olib chiqib ketishadi. Endi kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga bemalol murojaat qilaverasizlar akalar.